47 yosh. Kim uchundir ko'p, kim uchundir kam. Hozirgi vaqtda biz Farg'ona viloyati Quva tumanining Yangiobod qishlog'iga kelganmiz. 47 yoshli Ozodbek aka hozirgi kunda jigar sirrozi kasalligi bilan og'rib 7 yildan buyon davolanib kelyapti ekan. Uni aytishi bo'yicha 25 yil ichki ishlar tizimida xizmat qilibdi. Kasallik tufayli hozir pensiyaga chiqdim dedi. Lekin hozirgi ahvoli jarrohlik amaliyoti, ya'ni jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti juda ham zarur ekan. Vrachlar shuni tavsiya qilishibdi. Hozirgi paytda o'zlaring bilasizlar, O'zbekistonda juda ham bu kasallik ko'paygan. Uni ustiga uni davosi, uni operatsiyasi juda ham qimmat. Ko'pchilik bo'lganda ham bu Hindistonga borib ko'pchilik bu operatsiyani amalga oshirib kelishyapti. Bu insonga ham jarrohlik amaliyoti uchun mablag' zarurati, ehtiyoji borligi uchun bizga murojaat qilishdi. Hozir o'zlarini fikrlarini eshitamiz hamda imkoni bor, ehsoni bor yurtdoshlarimizdan oz bo'lsa-da shu oila uchun, shu inson uchun o'zlarini yordamlarini ayamasliklarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, saxovatpesha insonlar. Mana shu turmush o'rtog'im bo'ladi. 7 yildirki jigar kasalligi bilan kurashib kelyapti. Ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Ko'p mablag' sarfladik. Hozirgi kunda natijasi bo'lmayapti. Shu orada otamizni ham, onamizni ham berib qo'ydik. Ilohim baxtimizga shu turmush o'rtog'im sog' bo'lsin. Ilohim 3 ta farzandni katta qilyapmiz. Ilohim o'shalarda to'ylarni ham birgalashib ko'raylik. Birgalashib hojilarga boraylik. Hozirgi kunda jicha mablag'dan qiynalib qoldik. Sizlardan iltimos qilamiz. Saxovat besha insonlar yordam beringlar. Biroz mablag'dan. Chunki xo'jayinim hozirgi kunda Hindistonga borib jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazish kerak. Bizda hozircha mablag'dan qiynalyapmiz. Ilohim bor bo'lsa yordamlaringni ayamanglar. Yaxshilik kunlaringda, xizmatlaringda bo'laylik. Baxtimga sog' bo'lsa bo'ldi. Ilohim bolalarimizni baxtiga sog' bo'lsin, meni baxtimga sog' bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana men 7 yildan beri shu kasal bilan kurashib kelaman-da. Jigar sirrozi bilan kurashib kelaman. Davolanmagan joyim qolmadi. Endi oxiri shu jigarni Hindistonda ko'chirish masalasi qo'yildi. Hozir o'zimdek bor mablag'larni yig'dim. Ozgina yetmayapti. Shu saxovatpesha odamlar bo'lsa, iltimos ehson qilishlaringizni so'rayman. Ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Men ichki ishlarda ishlaganman 26 yil. Hozir nafaqadaman. Doim shu davlat xizmatida bo'lganmiz. Hozir mana shunaqa dard kelibdi. Endi bu dard ham Allohdan, shifosi ham Allohdan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar, mo'min birodarlar, hoji otalar, hoji akalar. Mana ulug' kunlarda Sha'bon oyini yarim kuni mana o'tdi. Xudo xolasa Ramazon oyiga xudo xolasa kelyapmiz. Bu oylar shunaqa bir ibodatli, bir chiroyli, bir ehson oylarda turibmiz hozir muhtaram azizlar. Shu bir iltimos bilan chiqyapmizki, mana shu Ozodbek ukamizni sog'lig'i to'g'risida oilaviy maytda kengashib, gaplashib turibmiz. Shu ukamizni tani sihatligiga, mana shu dardlarga shifo so'rab, mana murojaat qilib, iltimos qilib chiqyapmiz. Mana shunday ulug' kunlarda, ulug' oylarda Ramazon xudo xolasa yaqinlashyapti. Ehson oylari, ibodat oyida turibmiz, xudo xolasa. Inshaalloh
mana shu ukamizga qo'limizdan kelganicha yordam bersak, Xudo xolasa inshaalloh mana shu Hindiston o'lkasiga bir safar qilyapti ekanlar, o'sha yerda bir shifo topaman deb maqsadida harakat qilyaptilar. Hammamiz haligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilgan ko'pchilikniki ko'l. Shu ko'pchilik birlashsak inshaalloh Xudo xolasa shu ukamiz borib kelsa, tanishganligini Xudo xolasa tiklab kelsa, inshaalloh shu vatanga, elga, shu qo'ni qo'shni, mahalla ko'yga Xudo xolasa xizmat qilib, Xudo xolasa hammamiz shu aka-uka, yor birodar bo'lib yana ibodatda, itoatda bo'lamiz. Xudo xolasa shuning uchun iltimos birodarlardan shu ukamizgacha yordam qilsak, albatta Allohning oldida ham mo'minlik bir vazifamizni ham bajargan bo'lamiz. Xudoning oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mo'min mo'minga birodardir deganlar. Albatta birodar bo'lsak, albatta baraka bo'ladi. Xudo xolasa shu ukamiz borib kelsa, mana o'zlari elda, yurtda xizmat qilgan. Inshaalloh mana Xudo xolasa yana kelsa, davolanib kelsa, yana xizmatda bo'ladi inshaalloh. Bu yerda mana o'zlari, ayollari, Xudo xolasa inshaalloh oilasi bilan turibmiz Xudo xolasa. Hammalaringdan shu yordam berishlarini so'rab qolamiz inshaalloh. Rahmat. Saxovat berishga insonlardan jicha, shu muqaddas oylarda jicha yordam berishlarini so'rab qolamiz. Ilohim yaxshilik kunlarida qaytaraylik. Sog' bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Ilohim yaxshi bo'lib qolsin. Donorlik qilayotgan farzandim ham ilohim umri uzoq bo'lsin.